Güzel qizlar, sizlarning umoq malikalaringlar necha oylik yoki necha yoshgacha edi? Cho'qim inkas rayini qoldirib qo'yishni unutmanglar. Bugun men sizlarga aytganim bo'lsam, bayramda, hayitlarda kiydirishga eng mos keladigan, o'zimi intan yumshoq holati chiqadigan ich tarafnimi qo'sh astarlardan tatib ba, ma estirmi qizlar butun dakraq bo'yicha qilingan bolalarimizning badanidan qat'iy qizitmaydi. Umoq malikalarimizning ko'ynaklari, ma'mu yangi tug'ilgan buvoqlarimizdan tatib qizlar 1,5 yoshgacha bolalarimiz kelgan numurlardan bajmi. Shunchalik chiroyli holati chiqadi. O'zinglarning yoqtirganlaringlarni cho'qim rasm tatib inkas rayini qoldirib qo'yishni unutmanglar. Nusxalar bekchiq. Manbek u maqola chiqadi. Manusxaninki qizlar rangi ikki rang bo'yicha chiqadi. Bu o'xshashlam yangi tug'ilgan malikalarimizdan tatib 1,5 yoshlik bolalarimizgacha kelgan numurlar bor. Va bir xil rangi to'xon rangni yoqtirgan qizlar uchun mana fonxonsa rangmi momentdan chiroyli holati chiqadi qizlar. Keyin nusxasimi shunda umoq ham yotgan vaqtda bolalarimizdan badanini qat'iy qizitib o'tmaydi, biyaram qilmaydi. Shikli rangi birsidan chiroyli holat bo'yicha chiqadi qizlar. Bolalarimga yetadi yo'q, umoq ko'ynaklardan kiydirsam bo'ldi degan qizlar mish nusxalardan o'ylasanglar bo'ldi. Endi qizlar mar nusxam bek chiroyli chiqadi-jimi? Konvoy holat bo'yicha chiqadi, ammo faqirqi o'ziga urib o'tgan holatda shunchalik chiroyli faqirab turdi. Keyin tarafdan balvig'i bor. Bu balvig'ini taqsanglarmi yoki taqmsanglarmi bo'ldi-jimi qizlar? Ma bir xil rangi, ma yana bir xil rang. Shikiliz shunchalik chiroyli holati chiqadi. Yangi tug'ilgan buvoqlarimizdan tatib 1,5 yoshgacha malikalarimizga mos keldi. Qaysi rangni yoqtirsangiz cho'qim rasm tatib yo'llab qo'yishni unutmanglar qizlar. Qizlar, men yana bir xil nusxasimi, bu nusxani 3 xil rang bo'yicha keltirdim qizlar. Shunchalik chiroyli holat bo'yicha chiqadi. Men yoqsimi cho'nglarning ko'ynaklarining yoqsiga o'xshash holati chiqadi. Mana men yana bir xil rangi. O'zinglarning yoqtirishinglar asosan bolalaringlarning terisining rangiga asosan asanlar bo'ldi-jimi qizlar. 40 suyni quydi, mana 40 suyni quygan vaqt keydiyigidek malikalarning ko'ynaklari bo'z tavsiya qilsangiz degan qizlar manusxlarni o'ylasanglar bo'ldi-jimi. Men aqram shunchalik chiroyli holati chiqadi. Men u qaramas qizlar qora ko'k rang chiqadi-jimi. Men bek madaniy bek chiroyli holati chiqadi. Cho'nglar o'zimizning kiygan kiyimimizga moslashtirib kiydirib olsak ham bo'ldi. Qizlar, mana men yana bir xil nusxasimi, hammasi har xil nusxa bo'yicha tanlab oldim. Bunun o'xshash ich tarafdan qo'sh astar holat bo'yicha chiqadi. Ma bir xil rang, ma u oq rang. 4 xil rang bo'yicha chiqadi-jimi qizlar. Mashkrani bir ko'rib yiqinglar. Andan keyin matyanlansa, shu yozg'i bek mos keldi. So'rin holat bo'yicha chiqadi qizlar. Ma 3 rangning qaysini eng yoqtirganlar? Numeri o'xshashlar. Yangi tug'ilgan buvoqlarimizdan tatib 1,5 yoshgacha bolalarimiz kelgan numurlar bor. Ma tug'chini qilgan vaqtda qizildan kiydirsanglar bo'ldi-jimi qizlar bek chiroyli chiqadi. O'zinglarning yoqtirganlaringlarni ayrimxon zakaz tushsanglar bo'ldi qizlar. Qizlar, men yana bir xil nusxasi, mening faqirqi holat bo'yicha chiqadi-jimi? Buni o'xshashlar keyin tarafdan bo'g'uchi chiqadi. Andan mas sirtmismi qizlar bolalarimizdan badanini qat'iy biyaram qilmaydi-jimi? Necha qatim taqsanglar iliq buzilib qolgan sirtmalar emas, eng yaxshisidan qildirib turib keldik. Andan ma ichki tarafnimi qizlar hammasininki o'xshashlar ko'ynakning o'zining raxtida dakidan qo'shasda qildiruqli holat bo'yicha chiqadi. Ma u birinchi rangi, ma ikkinchi rangi, ma ikkinchi rangim bek chiroyli chiqadi. Qiynoq cho'qon sarang bo'yicha chiqadi. Ma chaychi rang, ma yeng rang chiqadigan qizlar shunchalik alayda chiqadigan marangmi. Uchli ranglari bir-biridan chiroyli holati chiqadi. O'zinglarning ranglarini yoqtirishinglar asosan zakaz tushsanglar bo'ldi qizlar. Endi eng oxirida ko'rsatadiganim shu umoq ko'ynaklar bilan birga pilab keltirgan bolalarimizninki jildkisi. Bu bek chiroyli holati chiqadi qizlar. Mening o'xshash ko'ynaklarni kiydirgan vaqtinglarcha, endi havo tutilib qolsa, tuyuqsiz ham uyg'ib ketib qolsa, nima kiydirishni bilmay qolmaydigan qizlar mishning o'xshash ko'ynakni ustiga majajasini kiydirib olsanglar ham bo'ldi. Oxirami qanday rang bo'lsa moslashadi qizlar, shunchalik umoq holati chiqadi-jimi? Buning numurlari to'liq holat bo'yicha chiqadi. Endi marangmi shu qanday rang bilan pilab turib kiydirsanglar, nadan tepib kiydirganda degandeklar hammadan so'rab ketadi-jimi? Shunchalik umoq holati chiqadi qizlar. O'zinglarning yoqtirganlarini cho'qim rasm tatib inkas rayini qoldirib qo'yishni unutmanglar. Agar zakaz tushmoqchi bo'lsanglar, qizlar bir talaqsiz yurganlarni berib deb ayrimxon zakaz tushsanglar bo'ldi. Men sizlarni ayrimxon saqlayman. Cho'qim kontrol qilinglar-jimi qizlar? Har kun sizlarga eng yangilik kiyim-kechak, buvoqlar va amaldorlarning mahsulotlarini chiqarib turman. Bunaqa yangiliklarga erishishlik xayr xo'sh.